Tut yaproqlarining sirlari ochildi, birodarlar. Tut bargi, oq tut bargi nimalarga foydaligini aytib o'taman. Eng zo'r sirlari bor, birodarlar. Agar sizda saxrin diabet bo'lsa, saxringiz bo'lsa, birodarlar, uy sharoitida mana shu tutni bargini quritib, bir osh qoshiqini yarim litrga damlab, yarim soat kun davomida iching. Uy sharoitida qondagi qon miqdorini, saxringizni normallashtirib beradigan xususiyatga ega, birodarlar. Sinovdan o'tgan, kitobdan olib aytyapman, do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Agar sizda yo'tal bo'lsa, bronxil astma bo'lsa, birodarlar, mana shu tutni bargi juda yaxshi yordam beradi. Qon bosimingiz baland bo'lsa, davleningizni me'yorlashtirib beradigan xususiyatga ega. Qoningiz quyuq bo'lsa, qonni zo'l sirkulyatsiya qilib beradi. Qonni zo'l suyultirib beradigan xususiyatga ega. Oq tut bargi, birodarlar, sinovdan o'tgan. Agar yuragingizda muammo bo'lsa, tromblar bormi, hammasini ochib, yaxshi aylantiradi qonni, birodarlar. Yurakka yaxshi yordam beradi. Jigaringizda muammo bo'lsa, gepatitlar bo'lsa, jiravoy gepatozlar bo'lsa, birodarlar, oq tut bargi sinovdan o'tgan, do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Qondagi qon miqdorini pasaytirib beradi. Yo'tal, angina, bronxit, astma. Yo'talni hammasi turi bilan kurashadi, birodarlar. Quritib qo'ying, qishga kerak bo'ladi hozir. Hamma joydan topsangiz bo'ladi mana. Bargini quritib qo'ying, bir osh qoshiqini yarim litr damlab, kun davomida iching, xudo xolasa foydali bo'ladi. Mana tabiat.